Assalomu alaykum. Siz bir minutga maylimi? Qani agar Temur Muratga va Temur Murat homiylarga podpiska bosgan 20 ming bermoqchi edim, yo'qmi? Assalomu alaykum. Siz bir minutga maylimi? Qani agar Temur Muratga va Temur Murat homiylarga podpiska bosgan bo'lsangiz, bosganmisiz? Qani ko'rsating. Bering. Bu internet o'chiq-ku. Qachon podpiska bosdingiz? Ancha bo'lib qoldi. Ancha bo'ldi. Ko'rsating. Agar qani homiylarimizga mana oldin aytaman, Temur Muratga va Temur Murat homiylarga podpiska bosgan bo'lsangiz 20 million beramiz, bering tekshiramiz. 20 million beraman. Voy, men o'sha podpisam qilsiz. Agar oxirgi 10 ta videomda xatab ushlasiga like bosganingizda, men sizga $100 bermoqchi edim. Bo'lganman dedingiz, men xursand bo'ldim. Men sizga shu yutuqlarni bermoqchi edim. Afsuski, hech qanaqa shartlar bajarilmagan. Podpiska bo'lib, videolarimizga like bosishni unutmang, xo'p? Joni, mana bu ko'zimiz bilan ko'rdingiz-ku, podpiska qilib tashlagan ekansiz. Do'stlar, qaranglar, shu imkoniyat sizlarda bor. Mana sizlar kuzatyapsizlar. Men to'xtang, podpis bo'lsangiz, mana o'sha baribir istoriyamni ham ko'rmagan ekansiz. Hozir bizda mana shu narsa, menga mayli podpiska bo'lishi shart emas, просто так men istoriyamni kuzatib yuradiganlar bilan istoriyamni ham ko'rmagansiz. Ko'rasiz, birinchisi, istoriyamni kuzatib yuradiganlar uchun 500 ming so'm pul mana. Istoriyani ko'rganlar bo'lsa 500 ming so'm. Ko'rdingizmi? Joningiz sog' bo'lsin. Yer dumolar yana xudo xolisa uchrashamiz. Do'stlar, qaranglar, shu imkoniyat sizlarda bor. Sizlar ko'rayotgan videolarga like bosinglar, homilarimizga podpiska bosinglar, ko'rdingizmi? Podpiska bosin deb afsus bosmagan ekan. Sizlar podpiska bosinglar, ushbu 20 million pul sizlarniki bo'ladi. Bizda ajoyib yangilik kimga 100% jonli va o'zbek obunachilar kerak bo'ladigan bo'lsa 10 ga 250 ming so'm qo'yib qo'ydik. Eng ishonchli kimda? Albatta Temur Muratda do'stlar. Mayli do'stlar, sizlar bu tomonlama foydalaninglar, chunki boshqa blogerlarga qaraganda vobshem suv tekin narxda jonli obunachilarni ko'paytirib beramiz. Qani ko'ring.